Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan bugun yana bir muhim mavzu haqida suhbatlashamiz. Bugungi sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz fanga oid va tayanch kompetensiyalar. Bu mavzuni ikkita reja asosida ko'rib o'tamiz. Kompetensiya haqida tushuncha, fanga oid va tayanch kompetensiyalar. Kompetensiya lotincha competio so'zidan olingan bo'lib, erishaman, muvofiqman, mos kelaman ma'nolarini bildiradi. Kompetensiya kishi egallagan muayyan bilimlari, ko'nikmalari, malakalari majmuini anglatadi. Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab 1960-1970 yillardan boshlab qo'llanilgan. Kompetensiya ma'lum bir sohada samarali faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan ta'limiy tayyorgarlikka qo'yiladigan talabdir. U davlat ixtiyorida bo'lgan oldindan belgilangan ijtimoiy talab bo'lib, o'quvchining muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan tayyorgarlikka nisbatan qo'yiladi. Kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim o'quvchilarning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini o'z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatida amaliy qo'llay olish imkoniyatidir. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim o'quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyalariga ega bo'lish, tashabbuskorlik, media resurs va axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishdir. Adabiyotlar tahlili o'quvchilarda tarkib toptiradigan kompetensiyalarni ikki darajaga ajratib ko'rsatishadi. Birinchisi fanga oid kompetensiyalar, ikkinchisi tayanch kompetensiyalar. Endi bu kompetensiyalarning har biri bilan alohida tanishib chiqamiz. Fanga oid kompetensiyalar va tayanch kompetensiyalar haqida. Birinchisi fanga oid kompetensiyalar. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning savodxonligini ta'minlash, og'zaki va yozma nutqida adabiy nutq me'yorlariga rioya qilishni shakllantirishdan iborat. Kommunikativ kompetensiya: tinglab tushunish, so'zlash, o'qish, yozish. Mavzu doirasida o'qituvchi nutqini sodda va audio matnlar va topshiriqlarni tinglab tushuna oladi. Lingvistik kompetensiya: fonetika, grafika, orfoetika, orfografiya, leksika, grammatika va uslubiyatga oid. O'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri talaffuz qila oladi, so'zlarni talaffuz me'yorlariga rioya qilgan holda bo'g'inlab ko'chirish qoidasiga rioya qila oladi va shunga o'xshash boshqalarni o'z ichiga oladigan kompetensiya. Tayanch kompetensiyalar: O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda quyidagicha tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi. Keling, tayanch kompetensiyalarning turlari bilan birma-bir tanishib o'tamiz. Tayanch kompetensiyalarimizning 6 ta turi mavjud. Ulardan birinchisi kommunikativ kompetensiya: ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o'zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olishni shakllantirishni nazarda tutadigan kompetensiya. Axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi: media manbalardan zarur ma'lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini ta'minlashni, media madaniyatga ega bo'lishni nazarda tutadigan kompetensiya. O'z-o'zini rivojlantirish kompetensiyasi: doimiy ravishda o'z-o'zini jismoniy, ma'naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayoti davomida mustaqil o'qib o'rganish, kognitivlik ko'nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish. Milliy va umumadaniy kompetensiya: vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga e'tiqodli bo'lish, badiiy va san'at asarlarini tushunish, orasida kiyinish, madaniyat qoidalariga va sog'lom turmush tarziga amal matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo'lish hamda foydalanish kompetensiyasi. Aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy, iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modellarni o'qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan kompetensiya.
Mana aziz o'quvchilar, sizlar bilan mavzu haqida qisqacha suhbatlashib oldik. Sizlar uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Endi sizlar bilan keyingi darsimizgacha xayrlashamiz. Xayr, salomat.